Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan har doimgidek car parking o'yini o'ynaymiz. Sizlar bilan men Alisher Y99BM YouTube kanalidasiz. Bugun biz sizlarga va'da berganimizdek, bugun sizlar bilan biz CLS o'ynaymiz. CLS bananimizda hamma yoqtirgan CLS 63 AMG va tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Hozir bizga O'zbekiston serveri kerak, chunki qo'yga, karpuzlarga O'zbekiston serverida ko'pchilik o'ynashadi ekan. Qani bo'lmasam ketdik. Besh kishi bor ekan serverda. BMWga vizif tashlasak-mikan? Oy, mashina sal bo'ldi. BMWga vizif tashlasak-mikan poyga o'ynaysizmi? Nima qilsak bo'lar ekan? Hozir birinchi bozorga kelaylikchi. Bozorda qanday mashina bormikan ko'ramiz. CLS'ning podveskasi pastroq, shuning uchun ko'p qiyshiq yo'llarga tushib qolishi mumkin. Mana bu yerda 3 kishi bor ekan. Kelinglarchi, so'rab ko'ramiz. Mana bu BMWdan poyga o'ynar ekan. Agar YouTube'ga videoga deb yozmasak, hech kim hop demaydi. Chunki O'zbekiston serverida uncha poyga o'ynashmaydi. Ko'pincha obzor qilar o'zlarining mashinasini. Bizga bu mashina shart emas. Juda qimmat ekan. Pulimiz ham menimcha 1 million bo'lsa kerak. Yo'q, sal ko'proq ekan, 28 million. Mayli, hech kim o'ynamasa CLS xafa. Ketdik. BMWdan yana bitta so'raylik. Shundaymi yo'q dedim hamma. Ana bu bolalarga nima gap ekan? Jo'rak 71 9 kishi bo'libdi. Mubina, Malika, Kino, Jo'rayev, Beksta 5 Ahi. CLS 26 M2 Malika Kino yaxshi va qolgan mashinalarni o'zimiz ham bilamiz. Bo'lmasa bu server bizga to'g'ri kelmadi, endi boshqasiga o'tib ketamiz. Kelinglar, boshqa serverga biz sizlar bilan nima mashina bilan borsak bo'lar ekan? Do'stlar, kelinglar, agar mana shu BMWda kirib boramiz keyingi serverimizga. Rossiyaga kiramiz endi bu safar. Xo'p, do'stlar, kelinglar, endi davom etamiz. Endi rossiyskiy shaharga kiramiz. Ovozim pastroq bo'lsa e'tibor bermaysizlar, sal shamollaganman.
mashinalar bor ekan. Bu BMW cheat ekan, biznikidan tezroq. Oho, bu yerda faqatgina cheatlar bormidi? Ayni bilan o'ynasak bo'ladi. Yo'q, faqat norozi. Kelinglar, mana BMWga bir marta vizit tashlab ko'ramiz. Serviska tashlasak bo'lar ekan. Tashlashchi asroq ekan, biznikidan teng 1695. BMW bilan BMW o'ynasa uyat, shuning uchun BMW bilan Mercedes o'ynashi menimcha kerak. Mercedes qani bu yerda? Yo'q, Mercedes. Nima qilsam ekan? Keling, almashamiz mayli. Roziman. Men tashlaganim yo'q, o'zlari tashladi. Shuning uchun rozimiz. Mana. Do'stlar, endi hammamiz yana keyingi videoda ko'rishamiz. U menimcha yana ertaga. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar do'stlar, like bosinglar. Keyingi mashinada mana shunda chiqamiz.